Assalomu alaykum boy akalar. 4-mikrorayon 2 qavatli domda 2-qavatga kelganmiz. G'ishli dom. 2 xonali uyim sotuvga qo'yilyapti. Kirib kelishimizdan hol, to'g'rida zal, chap tomonda spalni xona, to'g'rida vannaxona, hojatxona, o'ng qo'limizda oshxona. Oshxonadan boshlaymiz. Oshxonamizga kirib kelishimizda oshxonamiz remontlari yaxshi. Yangi remont qilgan. Oshxonasi keng. Mana bu balkoni. Oshxonasini balkonga chiqargan. 2 metrga 6 metr. Faqat shu balkonning oynasi plastikdan qilinmagan, qolgan xonalari oynalar plastikdan qilingan. Uyimizda eshiklar yangi qo'yilgan. Chap tomonda kiyim ilish uchun shkaf. Mana bu zalimiz. Mana zalimizdan to'liq remontdan chiqqan. Faqat shu balkoniga remont qilinmagan, qolgan joylar to'liq remontdan chiqqan. Mana bu spalni xonamiz mana. Spalni xonamizdan to'liq remontdan chiqqan. Uyimizda ichida otopleniyasi yo'q, lekin vannasining ichida shu o'zimizda sovetskiy pechka deydimi, shunaqa oddiy bir jaydari pechka, mana vanna xonasi. Uyning ichida narsalari deyarli qolmaydi, mana hojatxonasi. Issiq suv, sovuq suv, umuman muammo yo'q. Uyimiz svejiy, kirib yashashga tayyor. Endi boy aka uyimiz narxiga keladigan bo'lsak, 32 ming dollar so'ralyapti. Albatta o'tib beriladigan joyi bor. Pastda o'zim raqamni qoldiraman, shuni qilib bog'lansangiz egasini uchrashtirib qo'yaman. Savdosi halol bo'ladi. Ko'rishguncha.